Yuqorqilik shiyamizdan davom hurmatli vatandosh bugunchi soat 2020 yil 5-oyning 30-kuni haftaga shanba. Davomi mundaq. Buni parchalab o'tishimiz sizlarni zerikib qolmasin dedim-ku vatandosh. Bo'lmasa biroqla anlatishim kerak edi. Parchalab anlatay dedim. Jungo bizning zavodlarimizni bulab taladı. Voy kechiringlar. Jungoning Wuhan virusini yoshirganligi, yuqumliq virus butun uyushtirganligidan yuqumliq virus butun dunyoga tarqalib ketdi. 100 mingdan ortiq Amerikalılar hayotidan ayrildi. Dunyo miqyosida 1 milliondan ortiq odam hayotidan ayrildi. Jungoda asli virusni bayqagan dastlabki chaqlarda Jungo amaldorlari Dunyo sayyoh tashkilotini uqtirib qo'yish majburiyatlariga sal qaradi. Balki Dunyo sayyoh tashkilotiga besim ishlatib, dunyoni xato yetakladi. Dunyoning har qaysi joylarida son-sanoqsiz odamlar hayotidan ayrilib, intayin ig'ar iqtisodiy azob uqubatga duchor bo'ldi. Ular men burunla Jungodan kelgan sayohatchilarni cheklash to'g'risida tushirgan buyruqimni ijro qilmaslik to'g'risida qattiq taklif berdim. Lekin men yanala ishimni qilaverdim. Mening bunday qilishimning oxiri isbotlandi. Jungo Dunyo sayyoh tashkilotini butunlay kontrol qilib oldi dedi prezident Trump so'zlab o'tgan nutqida. Garchi har yili berdigan pul Jungo hukumati Dunyo sayyoh tashkilotiga berdigan pul 40 million dollar bo'lsa-mu. Selishtirganda Amerika Qo'shma Shtatlari har yili Dunyo sayyoh tashkilotiga 150 million dollar yordam qilib keldi. Biz Dunyo sayyoh tashkilotini elib berishga tegishlik soat turlarini Dunyo sayyoh tashkilotining elib berishga tegishlik soat turlarini tafsili o'tirg'a qo'ydik. Va ular bilan bevosita uchrashdik, lekin ular soat elib berishni rad qildi. Ko'ring vatandosh. Ular Dunyo sayyoh tashkilot talab bo'yicha soat elib bormaganlikdan, ular ya'ni Dunyo sayyoh tashkiloti talab bo'yicha soat elib bormaganlikdan. Bugun biz Dunyo sayyoh tashkiloti bo'lgan tashkilot bilan bo'lgan tashkiliy munosabatlarimizni uzamiz. Ve ularga berdigan yordam mablag'imizni dunyoning har qaysi joylarida yordamga ehtiyojli bo'lgan jiddiy ommaviy sog'lomlik ishlarining ehtiyojiga ishlatamiz. Dunyo Jungoning yuqumliq virusi to'g'risida bir javob berishni talab qilyapti. Oshkora bo'lishimiz kerak, ochiq yo'q bo'lishimiz kerak. Nima uchun? Jungo yuqumlangan kishilarning Wuhandan Jungoning boshqa joylariga berishini chekladi. Yuqumlangan kishilar hech yagi bormidi, hech bo'lgandimi, Beijing'mi bormidi? Ammo yuqumlangan kishilar ularning dunyoning har qaysi joylarida sayohat qilishiga Jungo hukumati yo'l qo'ydi. Cümleden Avrupa, Amerika qatorliq davlatlarda sayohat qilishiga yo'l qo'ydi. Shuning bilan yetib kelgan halokat va buzg'unchilikni mo'ljallamak qiyinga tushdi. Biz javobga erishishimiz kerak. Cümleden virus to'g'risida bizda emas, butun dunyo bir javobga erishishi kerak. Bu yuqumliq kasal Amerika iqtisodining mustaqillikka ega bo'lishini, xalqlik ta'minlash liniyalarimizda kafolatga ega qilish va fan texnika natijalarimizni qo'g'dashning muhimligini gavdalantirdi. Ko'p yillardan beri Jungo hukumati josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanib, bizning sanoat maxfiyatligimizni o'g'irladi. Bugun xitobnoma e'lon qilib,
halkılık institutlardaki tədqiqat organlarımızdan bexatarligini qoğdayımız. Biz devlet bexatarligimizga tahdid deb hisoblagan Jungodan kelgan kishilarning chegaradan kirishini vaqtincha to'xtatamiz. Biz yana tadbir qo'llanib, Amerika pul muomala sistemasining mukammalligini qo'g'daymiz. Bu sistema hech kim yetisholmaydigan dunyo bo'yicha eng yaxshi sistemadir. Men pul muomala bozorida Prezident Gruppasining Amerika pul muomala bozorida vivisga osgan Jungo shirkatlarining o'xshash bo'lmagan qiliqlarini tadqiq qilishiga ko'rsatmadim. Nishonimiz Amerikalik mablag' solg'uvchilarni qo'g'dashdir. Biz hozir qo'llaydigan bir necha turli harakat tadbirlar hozir taraqqiy qilayotgan va kishilarni beorom qiladigan Shangang vaziyatiga munosabatlik, Hong Kong vaziyatiga munosabatlik. Mushabda Jungo o'z oldiga Hong Kong bexatarligini tizginladi. Bu tizginlash Beijing 1984-yil tuzilgan Jungo Angliya Birlashma bayonotining moddiy majburiyatlariga va Shangangning Hong Kongning negizida qonunida belgilangan belgilamalarga ochiqdan ochiq xiloflik qilganlik edi. Jungo hukumatining Shangangga Hong Kongga qo'llangan tadbirlari eng yangi harakat. Bu tadbirlar davomli anglaysiz vatandosh.